2026 yilgi Chevrolet Cobalt. Bu kompakt sedan bo'lib, dizayni, qulayligi va texnologik jihatdan katta yangilanishlarga ega. Tashqi ko'rinishi keskin chiziqlar bilan yaratilgan, aerodinamik silueti sportchi ruhda, old bamperda keng va agressiv panjara, zamonaviy LED chiroqlar paydo bo'lgan. Orqa tomonda esa modernizatsiyalangan chiroqlar va sport diffuzer Cobaltga o'ziga xos dinamizm beradi. Ichki qismi juda qulay va ergonomik, kabinada yuqori sifatli materiallar ishlatilgan, o'rindiqlar bel qismiga qo'shimcha yordam beradigan dizaynda, ehtiyoj bo'lsa, isitish va sovutish funksiyalari ham taklif etiladi. Markaziy konsolda katta sensorli ekran bor, Apple CarPlay va Android Auto integratsiyasi bilan jihozlangan, shuningdek, simsiz zaryadlash padligi ham bor. Asboblar paneli raqamli bo'lib, foydalanuvchi o'ziga qulay ko'rsatkichlarni sozlashi mumkin. Yurak qismi, dvigatel. 2026 Cobaltda 1.5 litrli turbo 4 silindrli motor mavjud bo'lib, taxminan 170 ot kuchi va 192 lb aylanish momenti bera oladi. Shuningdek, kuchliroq variantda 2.6 litrli turbo dvigatel ham bor va u taxminan 250 ot kuchigacha yetishi mumkin. Uzatmalar qutisi sifatida esa 3 xil tanlov mavjud: 6 bosqichli mexanik, 8 yoki 9 bosqichli avtomatik. Yonilgi tejamkorligi ham e'tibordan chetda qolmagan. Shaharda taxminan 30 mk, yo'l bo'ylab esa 40 mk atrofida ishlash mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ilgari dvigatel ishlamay turganda tejamkorlikni oshirish uchun start-stop tizimi va aerodinamik panjara shamollashini optimallashtiruvchi faol panjara yopilishi ham qo'shilgan. Xavfsizlik jihatdan yangi Cobalt kengaytirilgan haydovchi yordamchi tizimlari bilan jihozlangan. Yo'ldan chiquvchi ogohlantirish, adaptiv kron kontrol, avtomatik favqulodda tormozlash, shuningdek, qaramaysoq burchak monitoringi va 360 darajali kamera tizimi mavjud. Shassi yuqori mustahkam polatdan qurilgan, xavfsizlik uchun yon, pardali va frontal yostiqlar ham mavjud. Narxi jihatdan Cobalt turli turi.